Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Ro'za hayitining harpisi. Men hammalarning diqqatiga hayit haqida yozilgan ikki parcha asrimni taqdim qilish orqali Ro'za hayitinglarni qizg'in tabriklamoqchiman. Ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Bu yazmanın birincisi 2014-yılı 7. ayının 30. günü Ro'za hayit günü yazılgan bulup, ben şu günü hayit hakkında oylanıp, balılığımdaki hayit bayramlarda ben çoğunlardan adil hayitlik almaptım. Belki bir büyük hayitlik yaptım diyen bir xulası yaptım ben. Şunu kalem yaptım ben. Birincisi şunu okup vermekçi. İkincisi, çeteldə hayit ötküzgen vaqtdaki bir ta'siratimni ham ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Asarning birinchisi. Balaligimda algan büyük hayitlik. Hayit degan kichik balaning deyishidu cho'nglar. Balaligimni aslab ko'rsam, bu gapning rostligini his qilaman. Hayit u bir xil e'tiqodning odamlarning ko'ngliga mehr muhabbat o'ti tutashtiradigan, kishilarni ittifoqlashishga da'vat qiladigan, kollektivizmlik ruhni urg'itadigan, shaxslarni hayotga umid bilan yashashga rag'batlantiradigan alohida bir xo'shallik to'lgan bayramdir. Oylab görsem, ben muhacirlik hayatımda vatandagidek şatlık çömgen hayitlarni ötküzüp bakmaptım ben. Xizmatga qatnashib, birer qitim qanğudak halda hayitni vatanda urug' tuqqanlar bilan darqamda ötkizish hamda urug' tuqqanlar va yaqinlarning bolalarga hayitlik berish fursatiga erisholmay chet elga chiqib ketib qaptiman. Şunun bilan hayitga bo'lgan talpinish bir go'zal o'tmish sifatida qalb xotiramda qoldi. Shunqardak yosh chog'larimda to'limi faoliyatchan birisi edim. Men so'zlab turatdim, mengib turatdim, yaqinlarni quchoqlab turatdim. Tapqan yaxshi so'zlarimni ular bilan o'rtoqlashib huzur olatdim. Tanha qalgan chaqlarımda xiyalga çökkünüm bilen, köpünçe vaqtda yaşlıq energiyasiga to'lgan, zehnim urg'ib turgan holatda yashaydim. Xo'shallik nuqtasini olganda, vatanda o'tgan yoshlikdagi har bir kunim hayitdakla tuyulaydi-yu, lekin ahamiyati jihatdan olganda, yilda 2 qatim keladigan hayitning xosiyati o'zgacha edi. Biroq yashash muhitimning o'zgarishi va yoshlikning men bilan qiyolmagan holatda asta-asta xo'shlashishiga qarab, bir xil murakkab hissiyotim bilan xiyol suradigan bo'lib qoldim. Xiyol, agar u ilmiylikka ega bo'lsa, tafakkur qilganlik. Xiyol, agar u o'tmishga bo'lgan seg'inish bo'lsa, bir go'zal aslama. Xiyol, agar u kelgusiga bo'lgan talpinish bo'lsa, balkim u bir plan va tasavvur. Baqqal jinida bir kunda saharda uskanlarga qachilab sotgan shaptulning hisobotini qiladi kechqurun jin chirog'ning yo'rig'ida. Shuningdek, menmi pat-pat o'tgan kunlarimning hisobotini o'zimdan elib, xulosa chiqarib turaman, hatto xiyollarimdanmi. Xulosa qilishimcha, mening xiyollarim turg'un emas, turaqsiz emas, ma'nisiz emas. Balki u harakatchan bo'lib, ranglikka ega. Bugun kechda uyda o'ltirib olsam, uydagilar telefonimni 7 qitim so'rab, 10 qitim yuragimni qo'zg'atib qo'ymasin deb ansirab
tushunganlar uchun bu heytliq chaqchaq. Ya'ni uyimning endi qahvaxonada 1-2 soat xiyol qilib kirmak bo'lib chiqqan edim. Aslida shirkat haqida tafakkur qilarman deb o'ylagan. Ammo o'rnimni tepib o'ltirishim bilanla dunyoning har yeridagi do'st yaranlardan heytliq tabriknomasi kelgili turdi. Do'stlarning tabriknomasini ko'rib, xiyol kinizaklari meni o'tmishga, ya'ni bolalikdagi heyt bayramiga boshlab ketib qoldi. Qarasam, aslasam, bizning balliq chaqlarimizdagi heytlar to'limi eslishgan. Uni hozirgi zamonning kompyuter o'ynab cho'ng bo'lib atgan bolalarga so'zlab berishning ahamiyatini bardak his qildim. Chunki yaxshi an'anani aslamagandan keyin, xotirlamagandan keyin o'zimizni, avlodlarni yo'qotib qo'yamiz. Mening yaxshi narsalarni yo'qotib qo'yim yo'q. Faqat go'mushlarla yaxshi narsalarni yo'qotib qo'ydim. Islom diniga e'tiqod qilgan xalqimizdagi har yilda 2 qatim keladigan Hayit bayramini tabriklash faoliyati bir esil an'ana bo'lib, u shaxslarning hayotdagi rozimanlik tuyg'usini oshirib, baxtlik hissiyotlarni kuchaytirdi. Bolalarga, yoshlarga e'tiqodimizning kuchi bilan yetilgan mehr muhabbatga to'lgan insoniy muomalalarni o'rgatdi. Jamiyat nuqtasidan olganda, jamoatning uyushqoqligini oshirib, avomda boshqalar uchun o'zini beg'ishlash, ojizlarga va yetim yesirlarga xayr saxovat yetkazish engini yetildirdi ham kuchaytirdi. Kishilarimizning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, sharoiti yor bersalar, ayam kunlarini ota-onalari va urug' tuqqanlari bilan jam bo'lib o'tkazadigan esl an'anasi bor. Mening ota-onammi har hayit mazgilida har qanday qiyinchilikni yengib, bo'libmi bizni elib, yurti atish ustuna atishga qaytib kelib, urug' tuqqanlari bilan jam bo'lib hayitni o'tkazatdi. Dadam 14 yosh chaqda onasidan, 22 yoshda dadasidan ayrilgan bo'lib, 7 balaning cho'ngi edi. O ota-onasidan cho'churdak chiqqan ma'sum enisi va 5 singlisini, bo'libmi eng kichik singlisini yetimsirab qolmasin deb bo'lsa-mu, har hayitni yurti Qayroq Soy kentidagi uyimizda o'tkazatdi. Dadam ularga ham ularning ota-onasining o'rnida, ham akasining o'rnida barlig'i bilan mehrini berishga tirishadi. Men ayni chaqda nimishqa dadamning hayit mazgilida yurtdagi uyga qaytib, ini-singillari bilan hayitni birga o'tkazishga tepchaklab ketilganligining sababini yeshim cho'ngiyib, chet elda muhojir bo'lib yashash jarayonida cho'nqur his qildim. Dadam ota-onasidan kichik qolgan bir tuqqanlarining ota-ona mehriga naqadar muhtojligini biladigan emasmi? Men tag'am bilan hammalarimning dadamni aka deb chaqirib, dadamni ko'rsa quyosh chiqqandek echilib, biz taqqa qaytib ketilganda mayuslanib, bulutdek tutilib ketilganliklariga diqqat qilatdim. Balkim 7-8 yosh chaqlarim bo'lsa kerak. Men dadamning bir hayit kuni saharda o'rnidan turib, bu olamdan 45-41 yoshida u olamga ketib qolgan onasi Hojixon cho'nganamni va 50 yoshida oshqozon kesili bilan qazo qilib ketgan dadasi rahmatlik cho'ng dadam Ahmadjon Isroilni yod etib, unsilib yig'lab ketgani esimda. Ikkisar go'shimni yeyolmagan onam, bir o'tkimni kiyolmagan dadam nima deb yig'laydi? Albatta, farzandlik armon bilan yig'laydi. Dadam u chaqlarda maydonning magazinchisi ham omborchisi bo'lib, hol kuni yaxshi, qo'li pul va mol ko'rgan chaqlar edi. Dadam meni har hayitdagidek Soy kentining ishxonasi joylashgan yerdagi Mahmud Baxshi degan kishining uyining oldidagi davonning yeniga o'rnashgan hadigarlikka, ya'ni mazarlikqa opirib, ota-onasining tuproq beshiga chiqatdi. U buni
Taki men Ürümchiga oliy maktabga ketguncha davomlashtirgan edi. Anammo Eyitning birinchi kunida Ocharning Kojna degan yeridagi adikarlikka, ya'ni mazarliqqa shu yerga ko'milgan u 3 yosh chig'ida ketib qolgan onasi Ayshamxon cho'ng onam va 1974-yilda tug'ilib, 1 oylik bo'lmayla uchuq tegib ketib qazo qilib ketgan rahmatli tunji enim Ahmadjonning tuproq beshig'iga chiqatdi. Men bir necha qatim anam va boshqa tuqqanlar bilan bu tuproq beshig'iga chiqib, xatmi Qur'onlarni tinglab, duolarga agishib duo qilgan. To'pi dovlab qo'yilgan qabrlarning oldida o'zini urib, qo'shaq etib yig'layotgan kishilarni ko'rgan. Hamda do'stqan ko'tirib chiqqanlar tarqatgan quymoqlarga eg'iz tekkan edim. 30 necha yildan burun yuz bergan bu ishlar mening sabiy qalbimga cho'nqur ta'sir qilg'achqa, hozirmi bu ishlar xuddi tunugun yuz bergandagidek aslab o'tiribdiman. Eyitlarning yana bir xosiyati o kishilarni sexiylikqa, mardlikka va mehr shafqatlik bo'lishga, boshqalarni o'ylashga undaydi. Kichiklarga ajoyib umid, qizg'inlik va shodlik elib keladi. Mayli ro'za hayit bo'lsin yoki qurbon hayit bo'lsin, ular musulmonlar uchun o'zgacha ma'noga ega va ahamiyatga ham ega. Uyg'ur musulmonlari bu kunlari chiroyli kiyinishidi, yangi kiyim kiyishidi. Ko'nglida adovat barlari bir-birini kechirishidi. Ro'za hayit kishilar ko'proq sexiylik ko'rsatib, ro'zaning fitrsi deb yetim yesir va ojizlarga ko'proq shafqat ko'rsatishidi. Qurbon hayiti bo'lsa, qudrati yetganlari mal so'yib qurbonlik qilishib, jamoatga qurbonlik berishidi. Mushu fursatda shu chaqlarda oylab bir tishlam go'sht ko'rmaydigan namratlar oz to'la go'sht va badda polo yeyish fursatiga erishadi. Jahon to'qchilik chaqlarda balkim buning ahamiyati cho'ng bo'lmasi kerak ba'zilarga. Hayit kunlari urug' tuqqanlar, do'stlar bir-birining ushshaq ballariga, xizmatchi tuqqanlar, dehqon tuqqanlarga pul berishib, ularning qalbini xo'shallik cho'mdirishidi. Hozir qandaqki uqmayman, ammo biz kichik barmoqlarimiz bilan bizga eyitlik bera oladigan tuqqanlarimizni sanab ketadigan. Hatto 1-2 yildan keyin o'qish bitirib xizmatga chiqadigan tuqqanlarimizni ham qatorga tizib. Hattangay, menimi bizning tuqqanlarning kichik ballari Qaysarkamdan kelar eyitlik olamiz deb umid bilan sanab ketgan bo'lg'iydi. Mening dadam Ustunatush yezisining Say kentida tug'ilib o'sgani bilan bizning Yapjan, Boston, Langar, O'tyaq, Baysaq, Layliq degan yurtlarda tuqqanlarimiz bor edi. Anam Ochardan bo'lib, asosligi Ochar, ya'ni Yavush, Kanyaq, Jingan, ya'ni Do'ng deb atalgan yerlar bor. Yo'lchilar, dehqonlar, Qarg'ul, Iksa qatorliq yurtlarda ana taraf tuqqanlarimiz xeyli bor edi. Shundaq bo'lganlikdan men o'smir chaqlarimda asosli tuqqanlarimiz o'ltiraqlashgan Qayroq va O'chardagi hayitlik tabriklash faoliyatlariga ko'p qatnashgan edim. U chaqdagi kishilardagi hayit xo'shalligini Qayroqdagi hayit Qayroq bozorda bo'ladi. Bu yerga dehqonlik kentining ustidagi mahallalardan tortib, toki Ko'vrik degan yergacha bo'lgan yurtdagi odamlar keladi. Asosligi o'smirlar edi. Yeliqi pintosli ranglik lampular, 2 ponliq tatliq sular, do'g'aplar, kalla paqalchaqlar, bir ko'yga 5 ton mantilar, 50 tiyinlik lag'manlar. Qayroq jamoasining xotibi, tonilgan diniy o'lima cho'ng tog'imiz Muhammad Damolla hojimning tijoratga mahir kichik o'g'li Ismoiljonning tatliq so'zlab atrofiga odam o'lashtirib bir narsa setishlari. Ismi noma'lum tijoratchilarni "Voy admika, nechidan sotding deyman" deb turib bir narsa ilayotgan o'smirlar. Baysaqliq Ablumat va Saud ismli aka-ukaning raxt tukkunida bo'layotgan savdo paranglari. Metrni nechidan sotdilar? 6 qo'ydan. Inda qimmat bu asna. 20 qo'ydan bermamli deyman, davatgan xaridorlar. Manfaat qilmaydi deyman, bu ba'da deb kichik tili bilan javob qaytarayotgan Saud dukkanchi.
O'char munarda bo'lgan heytmi o'zgich qiziydi. O'chaqlardagi heyt qizg'inligiga nimadan kelsin? Bo'libmi, ana tarafdan men bilan tang tush navra tuqqanlar ko'proq bo'lib, o'chardagi heyt men uchun bak qiziydi. O'char va yo'lchining ballari ochliq iskilotning yenidagi munarda o'tkaziladigan heyt bozoriga keladi. Cho'nglar bergan heytlik pullar surishtis yo'q pul bo'lib, xalqimizcha g'ajlaydiq. Yoki yo'lchilik 30 yoshli Muxtar Puchuqning sopak bilan Qashqar Somandan ilib kelgan tavuz qo'g'inlarini 3 mochandan ilib yeydi. Yoki po'lisak ovoz chiqaradigan bir xil o'yinchiqni va yoki yugursak pildirlaydigan pildirlig'ishni olatdiq. Mening ko'zimga chiroyli ko'ringan titrat, qalam va qalam turach ilib qo'ydigan odatim bor edi. Bu yurtda qo'mashni, ya'ni qo'rg'an qo'naqni pasildoq deb ataydi. Biz shundaq narsalarni ilib yeydik. Yo'q. Bu balalikdagi heytga bo'lgan taqozolikni demaysizlar. Bo'libmi heyt kuni kelganda Otish Qashqarning har qaysi joylarda xizmat qiladigan tuqqanlar yurtga qaytib keladigan bo'lganlikdan birisi 2-3 mochandan basimi xeyli heytlik pul bo'lib qoladi. U pullarning kuchi bor edi, shu chaqda deyman. 2 mochanga bir chilga, 1 mochanga shor yoki kichik qalam turash keladi. O'char munarning yenidagi rahmatli G'abbarkam magazinchilik qilgan do'konning kaynida uyi bor. Tursun Shapashkamning burni yo'g'an, ko'z ko'krak kelgan Qurbon degan o'g'li sotgan lamponi 5 punktdan ilib yeydik desa, uning burnining manqisini xort tartib qo'yishlari bilan hech kimning kari yo'q. Yoki hech qiziqchiligidan yoki kichikligimizdan diqqat qilmaydi ekanmiz-da. Yoshlikda ko'rgan, ugangan tashqi mo'yir bosqandak degan gap bor. Musha yetliqqa kelganda kimning menga qancha pul bergani bak esimda qoldi desa, o'zimning pulning gapini qilish bilan xo'shim yo'q. Lekin nemishqadir bola chaqlarimda menga yetliq bergan kishilarni esimda ching saqlabdiman. 9-10 yosh chaqlarim bo'lsa kerak. Munarning yenida heytda tag'am Zaydinning balasi Batur bilan o'ynayotsak, bir egiz, o'roq, salobatli kelgan odam bizni chaqirdi. Yeniga borsak, Baturga 2 mochan, menga 2 mochan heytlik bergan edi. Baturdan anglasam, o Yemit Oshur ismlik bizning bir tuqqanlarimiz ekan. Yana bir qitim Munardan chiqib yo'lchilik kirib ketadigan yo'lning so'l tarafidagi kichik supida Ibrohim Jigdichi degan kishi yaymichilik qilib bir nima sotadi. Shu yerga men piskampit olay deb borsam, bir yosh kishi chiqib paydo bo'lib qoldi. Bu kishini darhalla tonidim va chaqirdim. Ablatka. Rahmatli Ablatkam shu mahallik Mehmet Bulat degan kishining o'g'li bo'lib, 77-78-yillari dadamlarning maydoniga qayta tarbiya elishga tushganda bizning uyga kelib tamoq yeb ketadi. Ammo keyin Ot shahriga qaytib kirib ketgan bo'lib, bir necha yildan keyin ota-onam Usnot yaqin deb Kanshvar o'rmon maydoniga ko'chib kelgan edi. Shunga men Ablatkamni bir necha yil ko'rmagan edim. Ablatkam meni ko'rib shunda xo'sh bo'lib ketgan va meni uyiga boshlab ota-onasi bilan ko'rishtirgan hamda menga yep-yangi 1 mochanlik puldan 3 ni bergan edi. Boshqalarning berganini ko'rib cho'ng bo'lsang, uning bir esil odat ekanligini his qilsanda, seningmi qo'lingda bo'lsa, boshqalarga bergin keladi. Ko'rgan ko'rginni so'zlaydi, ko'rmagan nimani so'zlaydi degandek, boshqalarning berganini olgan, boshqalarga berishning har ikki tarafni xo'sh qiladigan yaxshi xislat ekanligini tushunishidi. Balkim bu odatlar hozirmi davomlashib kelayotgandi. Yaqinlarim avatgan suratlarga qarasam, qayroq bozor kengayib cho'ng bo'pti. Balkim o'chardiki munar chiqilib ketgandi. Ammo u yerda heyt qizg'anligi cho'qim davomlashyotdi deb o'ylayman. Chunki mehr muhabbatga, odamgarchilikka, insonlikqa va esil an'anaga ega xalqli bo'ladi ekan, hech qanday narsa mohiyatdan yo'qolmaydi va hech kim uni yo'q qilib o'tmaydi. Chataldagi heyt tasiratidan
Quincy'deki heyt namazı hakkında oylaganlarım. Ölümdümü, körümdümü bilib buluş, işenç ve sadaqatning ifadesi. İşenç bolmasa, köngül toq bolmaydı. Sadaqat bolmasa, yürek hoş soqmaydı. Muhacirlik hayatı bana oxşaş, dünyanın her qaysi yerlərdə yaşayatqan qeyrindaşlarını öz xalqı bilan yaşaş imkaniyetindən məhrum qılğan bolsunmu? Amma bizdeki parlaq keləcəkə bolğan talpinishni və onunğa erişishə bolğan işençni, şundaqla əlgi bolğan söygü, sadaqatimizni küçəytdiki acizltalmaydı. Quincy şəhəri Massachusetts ştatındakı ahalisi 100 minga yaqin 8-ci çoğ şəhər. Bu şəhər öyümgə yaqinroq bo'lib, bu yerdə bir neçə musulmonlar dükkani və aşxanası, həm 2 qavatlik masjid var. Amerika tarixida bu yerdə tug'ilib çoğ bo'lgan ata-bola ikkaylan Amerikaning prezidenti bo'lganligi uchun bu şəhərning prezidentlar shahri degan nomi bor. Bugün səhər mən bir neçə həmrayim bilan birlikdə bu şəhərə heytlik namaz oqug'ili bardiq. İtiqadning kuchi ulug'. O odamlarga kuch beradi. Kuchli bo'ladigan xo'shallik va xotirjamlik, tinchlik va asoyishlik buloq suydak urg'iydi. Men namozga kelgan jamoatning ayol, oqtanlik, qortanlik va seriqtanlik cho'ng kichik mo'minlarning chiroyidan shuni his qildim. Ko'nglimni bir xil rohat sezim qopladi. Namozdan keyin ko'pchilik masjid tayyorlagan qahva va qaytliq yemakliklar bilan eg'iz ichishdik. Avval taom, ondan kalam, avval ibodat, ondan xizmat va ijodiyat. Odamlarning ko'pligidan mashinamni yiroq yerga qo'ygan edim. Qo'limda qahva va yemaklik. İşqa aldirayman. Yağmur yig'yotdi. Buni tabiatning suh deb demaydi qilg'ini bu qahvaga deb birodarlarimga chaqchaq qilib masjiddan ayrilib o'tib, Eid namoziga kelganlarga qulaylik yaratib berish uchun qatnashga yetakchilik qilayotgan xushchiroy saqchiga ko'zim tushdi-da, uningdan so'radim. Eidlik yemakliklardan aklab beraymi? Jafo chekdingiz. Ko'ngil bilsang, normal insonlar bo'lsa, ko'nglingni tushunadi. Rahmat efendim, bayramınız mübarek, dedi bu saqchi adab va kulimsirash bilan. Demak, bu saqchi o'xshamgan madaniyatga qanday hurmat qilishni yaxshi biladi ekan. Mening o so'zim bilan uning chiroyiga bir samimiy kulki yamashdi. Ko'ngil degan mana mushinchilik narsa. Asırsang, qo'g'disang, hurmatlansan. Men heytlik tuyg'ularni quchoqlab, mashinaning yeniga borgacha telefonda heytlik salamlarımni yaqinlarimga yağmurdak to'kib etdim. Ko'nglimda silla, yuragimda silla, heytlik shodliqiga bovoq kabi bo'lingaysizlar.